Assalomu alaykum, Kardio klubga xush kelibsiz. Bugun Kardio klubda o't dimlanishning yurak kasalliklariga sabab bo'lishini video davomida bilib olasiz. Videoni oxirigacha kuzating. Tasavvur qiling, o'ng qovurg'a yostida og'riq yoki og'irlik hissi. Bu shunchaki ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammo deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu yurak bilan bog'liq eng asosiy signal. Xo'sh, o't dimlanishi nima? Deylik, tasavvur qiling, siz ovqat iste'mol qilyapsiz. Ya'ni yog'li ovqatlar iste'mol qilyapsiz. Yog'li ovqat iste'mol qilingandan keyin o't qopida o't suyuqligi ajralish jarayoni kuchayadi. Natijada o't suyuqligi 12 barmoqli ichakka quyilmasa, bu o'z-o'zidan o't qopida dimlanish yuzaga keladi. Mana shu o't qopining dimlanishiga sabab bo'ladi. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Xo'sh, birinchi navbatda hamma biladigan bu noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish deganda biz nimani tushunamiz? Bizning mentalitetimizda hamma biladigan aynan kechga borib bosib ovqatlanishimiz, ya'ni ovqatlanish ratsionimizda yog'li mahsulotlar ko'pligi. Xo'p, noto'g'ri ovqatlanishdan tashqari ovqatlanish, ya'ni ovqat ratsionidagi sifat ham muhim rol o'ynaydi. Xo'p, undan tashqari kam harakatlik. Kam harakatlik deganda biz nimani tushunamiz? Ofis rejimida ishlaydigan insonlar ayniqsa bu holat juda ko'p uchraydi. Xo'p, undan tashqari bizda endokrin kasalliklari bilan bog'liq sabab, ya'ni gipotireoz va qandli diabet. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchi navbatda qon aylanishi yaxshi bo'lmasa va gipotireoz bilan bog'liq muammo aynan modda almashinuvi buzilganligi sabab bo'ladi. O't dimlanishi qanday qilib yurakka ta'sir ko'rsatishi mumkin? Hayron qolasiz. Xo'p, birinchi navbatda bu o't qopining dimlanishi natijasida asosiy o't suyuqligida hosil bo'ladigan xolesterinda. Xo'p, qanday qilib xolesterinda? Biz bilamizki, xolesterinlarni, ya'ni yaxshi sifatli va yomon sifatlisi bo'ladi. Xo'p, biz uchun yomon sifatlisi aynan qon tomirlarda, ya'ni koronar va uyqu arteriyalarida aterosklerotik bilyashkani hosil qilishi natijasida bizda moddalar almashinuvining, ayniqsa yurak qon tomirlaridagi modda almashinuvi jarayonining buzilishi natijasida yurakda og'riq, hansirash, hattoki asorat, eng qo'rqinchlisi bu infarktga hamda insultga olib kelishi mumkin. Stressning organizmga, butun organizmga ta'siri shu qatori o't qopiga ham ta'siri bo'lishi, o't qopini dimlanishiga sabab bo'ladigan asosiy sabablardan biri bu ichakka o't suyuqligining quyilmasligi olib kelishi va natijada dimlanishga olib kelish orqali qonga, ya'ni yomon sifatli xolesterinlarning miqdorini oshirishi natijasida bu bir kunda paydo bo'ladigan jarayon emas. Yillar davomida bu qon tomirlarida aterosklerotik bilyashka va bu stress faqatgina aterosklerotik bilyashkani emas, ayniqsa tromb kapsulasini hosil qilishi, qon tomir devorida tiqinlarni hosil bo'lishi natijasida aynan biz uchun ob-havoda zarur bo'lgan yurak uchun kislorodning foiz ko'rsatkichini pasaytirishi natijasida organizmdagi havo yetishmaslik hissini namoyon qilish orqali eng og'ir asorat miokard infarktga sabab bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda biz o'zgartirib bo'ladigan xavf omillarni bartaraf qilish orqaligina biz boyagi yuqorida sanab o'tiladigan asoratlardan qutulishimiz mumkin. Demak, birinchi navbatda o'zgartirib bo'lish mumkin bo'lgan narsalar nimalar? Bular kam harakatlik, ya'ni gipodinamiya. Gipodinamiyaning orqasidan hammasi bir-biriga zanjir kabi bog'langani, buni unutmaslik kerak. Gipodinamiyaning orqasidan zanjir kabi bu semizlikka butun dunyoda hozir global muammo. Undan tashqari ovqatlanish ratsionimiz, sifatimiz haqida gaplashdik. Biz aynan dieta deganda achchiq sho'rdan tashqari tuz iste'moli hamda shakar iste'molini o'zgartirish orqali biz o'zgartiradigan xavf omillarni o'zgartira olamiz. Undan tashqari zararli odatlarimizni, ya'ni alkogol ichishimizda va chekish orqali biz o'sha odatlarni tashlashimiz orqali mana shu o'zgartirish mumkin bo'lgan xavfni bartaraf qila olsakkina biz yuqoridagi
o't qopidagi dimlanishlar ham, infarktni ham oldini olgan bo'lamiz. Xo'sh, o't qopi dimlanishi haqida shuncha gapirdik. Uning asosiy yechimi haqida endi gaplashamiz. Birinchi navbatda biz sog'lom ovqatlanishda to'g'ri yo'lga qo'ya olsak, ya'ni ovqat ratsionimizda to'g'ri ovqatlanishda sifatli va o'z vaqtida ovqatlanishni odat qilsakkina, bu o't qopi dimlanishi va yurak kasalliklaridan yiroq bo'lamiz. Sifatli va to'g'ri ovqatlanishdan biri bu organizm uchun foydali va zararli mahsulotlarni bilib olishimiz shart. Ya'ni har bir inson va bemor. Birinchi navbatda sog'lom ovqatlanish, ya'ni sog'lom ovqatlanish uchun foydali mahsulotlarimiz bu to'ymagan yog' kislotaga boy mahsulotlar. Bular yong'oq, zaytun yog'i, o'simlik yog'i, kungaboqar. Undan tashqari o'simliklardan avokado hamda mevalardan asosiy antioksidantga boy mahsulotlar, sitrus mevalar, hop, sabzavotlardan oshqovoq, undan tashqari bizda muhim bo'lgan foydali mahsulotlarimizdan tashqari bu aynan baliq yog'i, omega 3. Hop, endi zararli mahsulotlarni biz bilishimiz kerak. Aynan o'sha zararli mahsulotlarni bilish orqali biz ulardan tiyilsakkina foydali mahsulotlarni ko'paytirish orqali biz aynan sog'lom ovqatlanishda kuchaytirgan bo'lamiz. Zararli mahsulotlar bular. Birinchi navbatda energetik ichimliklar. Hop, ikkinchi navbatda esa gazli ichimliklar. Xalqda shunaqa tushuncha bor. Gazli ichimlik deganda aynan faqatgina gazli ichimlikni o'zini umuman ichmaslik kerak deb tushunadi. Yo'q. Gazli ichimlik tarkibida aynan uning shirin, deylik, shakar va konservantlar bo'lishi aynan o'shandaqa gazli ichimliklarni ichish kerak emas. Qolgan gazli ichimliklar mumkin, ya'ni misol chortoq, borjomi kabi suvlarda bemalol iste'mol qilishimiz mumkin. Xo'p, undan tashqari zararli mahsulotlardan tashqari bu zararli odatlarimizdan biz nikotin mahsulotlarini o'zimiz qabul qilishimiz, alkogol mahsulotlarini qabul qilishimiz aynan bizda jigarda o't qopida dimlanishini, ya'ni jigarda esa jigarda asosiy yog' bosishi, gepatozni kuchaytirishi hamda yomon xolesterinlarning miqdorini oshirish orqali organizmda aterosklerotik bilyashkani kuchaytirib yuborishi mumkin. Ikkinchi asosiy yechim bu muntazam jismoniy faollik. Xo'p, bularga nimalar qilishimiz kerak muntazam jismoniy faollik uchun? Hafta davomida eng kamida 150 daqiqa piyoda yurish yoki 10,000 qadam yurish kunlik. Undan tashqari velosiped haydash yoki suzish kabi mashg'ulotlarni bajarish orqali bizda organizmdagi qon aylanishini, gemodinamikani yaxshilash orqaligina bizda modda almashinuvini yaxshilaymiz. Ortiqcha tana vaznini nazorat qilish orqali biz keraksiz, ya'ni yomon xolesterinlardan qutulamiz. Undan tashqari esa eng asosiy yechim bu shifokor nazorati ostida bo'lish, o'zboshimchalik bilan o't haydovchi dori vositalarini ichmaslik kerak. Bundan kelib chiqadiki, organizm bir butun tizim. Ya'ni bittagina o't qopining dimlanishi, o'ng qovurg'a yotsa og'irlik hissiga e'tibor bermasligimiz yillar o'tib infarktga yoki insultga sabab bo'lib qolishi. Bu ko'pchilik kutmasligi yoki bilmasligi mumkin. Oddiygina deb e'tibor bermasligimizning oqibati natijasida. Bu o'zbekchilikka, mentalitetga xos xususiyat. Video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiyani unutmang. Agar sizda savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Siz bilan Esanboyev Muhriddin Egamovich Kardio klub bilan birga bo'ling.